Salom do'stlar. Demak, bugun Cisco Packet Tracer haqida o'tamiz. Cisco Packet Tracer bu nima? Bu tarmoqni fizik ko'rinishdagi tarmoqni virtual ko'rinishda yaratish imkoniyatini beruvchi dastur. Mana bu qurilmalarimiz juda qimmat. O'tgan safar ham aytgandek va bunday qurilmalardan ko'p bo'ladi, ko'p bo'lishi kerak va ularni ulab turib, ularni sozlash ishlarini bajarishimiz kerak va imtihonda ham xuddi shu ko'rinishdagi savollar tushadi. Ya'ni ma'lum bir vazifalar beriladi va o'sha vazifa bo'yicha demak tarmoqni qurib berishingiz kerak, masalan bilan yoki demak access control list va boshqa narsalarni qilib berishingizga to'g'ri keladi. O'shanday holatda demak amaliyotda ko'rmasdan faqat nazariyada qilsak, bu demak katta ehtimol bilan esimizda qolmasligi mumkin. Shuning uchun demak Cisco tomonidan Cisco Packet Tracer programmasi ishlab chiqilgan. Bu programma bepul va buni ichida qilingan barcha amaliyotlar bizga mana shu CCNA sertifikati olishimiz uchun yetadigan imkoniyat bor. Ya'ni barcha imkoniyatlari, Cisco qurilmalarining barcha imkoniyatlari bor deb bo'lmaydi. Chunki bu programma qurilmalari umuman boshqa dunyo, katta operatsion sistemalar, har xil tizimlar ishlatiladi va asosiy qism shuni ichida bor va bizga yetarlicha bo'ladi. Endi buni yuklab olishimiz kerak va kompyuterimizga o'rnatishimiz kerak. Cisco Packet Tracer download for Windows, masalan Windows bo'lsa Windows deb bosasiz va quyidagi link chiqadi: Net Academy. Cisco'ni o'zini o'rgatish bo'yicha Network akademiyasini o'zi tashkil qilgan va biz ham asosiy qo'llanmalarimiz shu demak o'quv kursida berilgan qo'llanmalar asosida bo'ladi. Faqatgina bizdagi qisqaroq va mavzularga chuqurroq yondashishga harakat qilamiz. Ya'ni bitta maydalab tushuntirmasa birozgina qiyinroq bo'lishi mumkin biz uchun bu narsa. Va to'liq inglizcha va bir qancha boshqa tillarda ham mavjud albatta. Xo'p, bunga kirasiz, open qilsangiz, ustiga bossangiz quyidagi oyna ochiladi va siz hozir download qilib olishingiz uchun bularni Net Akademiyasidan registratsiya qilishingiz kerak va mana bu yerda sign up bor, ya'ni registratsiya qilib olish bor. Tillaridan quyidagi tillar bor: o'zbek tili va demak ko'rib turibsiz, rus tili ham mavjud emas. Shuning uchun ingliz tilini bilish juda ham foyda beradi. Albatta sign up qilasiz, keyin undan keyin registratsiyadan o'tasiz. Registratsiyadan o'tganingizdan keyin sizda demak sahifangiz ochiladi. Undan keyin mana bu yerda o'rganishni bosasiz va Get started with Cisco Packet Tracer deb bosasiz. Uni bosgandan keyin quyidagi oyna ochiladi. Bu yerdan esa qisqacha tushuntirib o'tgan va demak quyidagicha tushuntirib o'tgan bo'ladi va undan sekin pastga tushib olib, yuklab olishni bossangiz, yuklab olish chiqadi. Quyidagicha. Demak, bizda hozir Windows, bilasizlar, asosiy operatsion sistemalarimiz kompyuterlar uchun macOS bor, Apple kompaniyasiga taalluqli Ubuntu bu demak o'zlari yaratadigan operatsion sistemalardan yaratilgan juda zo'r sistema. Bu bo'yicha keyingi darslarimizda to'xtalarmiz inshaalloh. Windows esa demak Microsoft kompaniyasida ishlab chiqilgan. Microsoft kompaniyasini bosamiz va hozir ko'rib turganingizdek mana bu yerda tanlov qilib yuklab olasiz. Mana bu yerda bizga yuklab olganman, shuning uchun hojatli vaqt ketadi. 9.00 demak versiyasini yuklab oldik va uni ustiga bosib oddiygina next degan ko'rinishda o'rnatish bilan amalga oshib ketaveradi. Ustiga bossangiz va boshqa oddiy dasturlar bilan o'rnatishdek bir xil ketaveradi. Shuning uchun menimcha buni o'zingiz ham qila olasiz. Keling, men o'zim o'rnatilgan versiyani ochaveramiz. Faqat shu yerda bir ochayotgan vaqtida, birinchi ochayotgan vaqtingizda sizni shu Cisco Packet Traceringizda unga bog'lab olish kerak, pochtangizga bog'lab olish kerak bo'ladi. Pochtangizni kiritasiz, pochtangizdan kiritib, undan tasdiqlab olish xabari keladi. O'sha tasdiqlab olish xabarini kiritsangiz, keyinchalik demak sizga ochiladi va mana shu Cisco Packet Tracerni
demak asosiy ko'rinishi. Xo'p, endi bundan keyin mana shu yerda biz o'zimizni tarmoqlarimizni hosil qila boshlaymiz. Bu juda ham zo'r dastur. Asosiysi bepul va e'tibor beramiz nimalarimiz bor. Albatta aksariyat dasturlar kabi tepasida fayl, bu yerda menyularimiz bor. Inglizcha hammasi e'tibor bergan bo'lsangiz, bularni ochib bittalab keyin ko'rib chiqib o'rganib boraverasiz. Buni demak darslarimiz davomida ham ko'rib boraveramiz. Quyidagi nimalarimiz bor, nima vazifa bajaradi, bularni hammasini bir ko'rib chiqib boraveramiz. Va men sizga eng asosiy aytishim kerak bo'lgan narsa bu logical va physical degan narsa. Logical demak biz mantiqan ulanishi qanday bo'lishini ko'rsatib beruvchi demak virtualkamiz bu logic va fizik esa fizik ko'rinishda qanday ulanish. Deylik, mana bu yerda kompyuterda oldik, mana bu yerda bitta laptopni oldik va bularni bog'lash uchun esa mana bu network device ko'rasiz, pastida network devices turibdi. Keyingisiga end device, bu user ya'ni foydalanuvchilar end devices hisoblanadi. Bular eng oxirgi tarmoqdagi eng oxirgi tochkadagi bo'lgan foydalanuvchilarga end devices deyiladi. Qo'shimcha komponentlarimiz bor. Bu kabellarimiz connectionni hosil qilib beradi. Hop, qo'shimcha imkoniyatlarimiz bor. Bizga hozir faqat tarmoq qurilmasi kerak. Tepasida ko'rdingiz, buni qo'yib borganimizdan keyin pastda esa uni pastki qismlari ham chiqa boshladi. Shu yerda keling, demak router tarmoq qurilmalariga o'tamiz. Tarmoq qurilmalaridan router bizga kerak emas. Bizga hozir bitta switch, ya'ni biz mahalliy ikkita kompyuterni bog'lash bo'yicha bir tarmoq qilyotgandik. Endi bu yerda e'tibor bersangiz, mana bu yerda nimalar bor? 2960 markadagi switch bor, PT switchi bor, PT-MP switchi bor. Ularni birozgina ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Nima farqi borligini. Ya'ni 2960 bu o'sha Cisco switchini qurilmasini modeli hisoblanadi. Mana e'tibor bering, mana bu yerda ko'rinish mumkin. Mana bu switchimizning modeli C9200 CX 8P degan 8 portli 2X 2G degani ikkita demak anonsi gigabit 2 gigabitli portdan iborat ekan. Mana bular 2 gigabitli portdan iborat ekan. Demak, POI funksiyasi bor ekan, tepasida qo'shimcha ma'lumotlar bergan va buni masalan aytishim mumkin 9200 markadagi switch deysa, demak bu yerda 9660 ekan. Yoki masalan mana bu yerda boshqa switchimizni ko'rishingiz mumkin. Bu switchimizni modeli 9200L modeli 8 poy. Bu G Enterprise va boshqa qismlari ham bor, texnik xarakteristikalari bor. Ularni ham ishlatilishini albatta keyingi darslarimizda inshaalloh ko'rib boraveramiz. Hop, keling, mana bu yerda mana shu switch nimaligini tushunib olganmiz. Switchni 9600 model ekanligini ham bilib oldik va mana ustiga switchni ustiga kirdik. Mana bu ko'rinishini aytibdim mana sizga. Qanaqa ko'rinishda bo'lishini ko'rsatib o'tyapti. Mana bu ikkinchisi. Qanaqa ko'rinishda bo'lishini aytibdi. Mana uchinchisi. Qanaqa ko'rinishda bo'lishini aytibdi. Hop. Demak, keling. Mana 9600 bu tepa qismi, ya'ni asosiy old tomoni va pasti bu orqa tomoni. Bu orqa tomonni
pastdagi qismi orqa tomoni. Endi oldin shu ko'rinishda ishlab chiqarilgan, deylik vaziyatga qarab albatta dizayn olingan. Masalan, mana bu switchimizda old tomoni, mana hammasi portdan iborat. Bu orqa tomoni e'tibor bergan bo'lsangiz, mana blok-taniya qismi, blok-taniya qismi va qo'llar qismlari, mana bu yerda qo'shimcha slotlar qo'shishingiz mumkin. Bu yerda yana qo'shimcha blok-taniya qo'yish mumkin. Va mana bu yerda konsol porti bor. Konsol portni ham xudo xohlasa shuni boraveramiz, o'rganib boraveramiz. Hop, umumiy ko'rinishini, qurilmamizni ko'rinishini tushunib oldik degan umiddaman. Keyingilariga e'tibor beramiz. Bu birinchi ketdi. Bu ikkinchi switchimiz mana. Ikkinchi switchimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, o'zlari o'rnatib qo'ygan demak portlari bor. O'zlari portlari o'rnatilgan. Demak, mana bu yerda o'chirish, yoqish knopkalari ham mavjud. Konsol kabel, aux portlari, port va fast internet mana deyapti, tezligi fast internet portlari bor. Hop, bunda olib qo'ya olmaymiz, lekin qo'shimcha mana bunday qo'ysak bo'ladi. Faqat hozir o'chirib, yoqib qo'yganim uchun qo'shilmadi-da. Ana endi mana qo'shdim. Ko'rsizmi? Demak, o'zim port qo'yib terishim mumkin. Mana bunday qilib olib tashlashim ham mumkin. Bu modelimizda, mana bu modelimiz ham xuddi shunday. Switchimiz masalan 1 gigabitni kerak, mana qo'shib turibdi, o'chirib qo'ydimda. Ana endi 1 gigabitni edi, shunday olib qo'ydim. Xo'p, boshqa demak portlarni ham har xil mana yopqich, coverlarni, narsalarni qo'ydim. Keyin o'rnatib bo'lgandan keyin ishlatib yuboraman. Xuddi mana bundayda, mana bu ham shunday olib borib suqib qo'yasiz degdim-ku, xuddi shunday narsa qilamiz. Mana bu mana bittasini olamiz. Mana shunaqa qurilma. Endi bu bitta port, bunda esa endi 8 ta portdan iborat. Shunaqa narsa. Xo'p, umumiy switchlarni bu yerda ko'rinishini ham tushunib olgan bo'lsak, endi kompyuterlarimizda hojati yo'q. Mana bu ko'rinishda bergan. Mana oddiy notebook ko'rinishi. Ko'pchiligimizda bor. Mana bu kompyuterimizda mana hozir bu yerga ketib qoldi. Bitta ochamiz. Tortib kelamiz. Hop, mana shu oddiy protsessor, bilasizlar, bizga kompyuterda asosiy protsessor tushunish kerak. Monitorni ko'rishadi, bu kompyuter deb o'ylab qolishadi ayrimlar. Hop, bu biz uchun hozir emas, bilasiz, mana shu kompyuter. Hop, mana kompyuterimiz bor. Endi ulashni qilamiz. Mana bu yerda kabellar, connectionlar, kabellardan olamiz. O'zi tanlab olsin, keyinchalik bularni ko'rib boraveramiz. Mana bunday qilamiz. Mana bunday qilib qo'llab olaveramiz. Bu yozuvlar chiqibdi, u yozuvlarni keyinchalik tushunib olaveramiz. Xo'p, endi mana bu fizik ko'rinishiga o'tamiz. Fizik ko'rinishi mana bunday qo'yamizda. Mana. Ya'ni shkaf, ko'ryapsiz, mana bu shkaf. Shkaf ichida demak biz nechta qiluvdik? Ikkita mana switchimiz bir. Mana bu tok. Blokdan. Tokdan chiqib keladi mana switchimiz. Catalyst 9260 mana 2960. Demak, modelimiz mana switch 2miz, switch 3 modellarimiz. Xo'sh, keyin bular borib mana ketyapti. Kompyuterga borib ulanadi. Kompyuterlarni mana bu yerda kompyuterlarni bo'yinagi joydan chiqib
tortib olishimiz kerak. Xo'p, keling bizga bo'ldi, umumiy holatda tarmog'imiz mana ishga tushdi va yana bir zo'r holati bor, simulyatsiya holati bor. Bitta paket olib turib, bitta olib bunga tashlasak, portlarni to'g'irlamaganimiz uchun mana functional portimiz yo'q. Shuning uchun hozir muammo bo'ladi. Buni sozlashda va keyingi darslarimizda ko'rib boraveramiz. Asosiysi, demak, dastur haqida tushuncha o'rnatib olish qoldik bugungi darsimizda.